Pnevmoniya bilan og'rigan bemorlarimiz uchun tiklanuvchi nafas olish mashqlarini ko'rsatib beramiz. Bu mashqlarimizni kasalxonada ham, uy sharoitida ham bajarishingiz mumkin. Birinchi mashq dastlabki holat, yotgan holatda qo'llar yonda, nafas olganda qo'llarimizni mush holatga keltiramiz. Oyoq barmoqlarimizni o'zimizga tortamiz. Nafasimizni 4 soniya ushlab turamiz. Nafas chiqarganda dastlabki holatga qaytamiz. Nafas olamiz. Qo'llar mush holatida, oyoqlar o'zimizga qaratilgan. 1, 2, 3, 4. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. 1, 2, 3, 4. Nafas chiqaramiz. Yana nafas olamiz. 1, 2, 3, 4. Nafas chiqaramiz. Oxirgi marta nafas olamiz. Qo'llar musht holatda, oyoq barmoqlari o'zimizga qaratilgan. 2, 3, 4. Nafas chiqaramiz. Dastlabki holatga qaytamiz. Birinchi mashqimiz tugadi. Ikkinchi mashqimiz dastlabki holat, yotgan holatda qo'llar yonda, qo'llarni yuqoriga ko'tarib, orqaga tortamiz. Oyoq barmoqlarimizni o'zimizga qaratib, nafas olamiz. Nafasimizni 4 soniya ushlab turib, nafas chiqarib, dastlabki holatga qaytamiz. Nafas olamiz. Qo'llar yuqorida, orqaga tortilgan holatda, oyoqlar o'zimizga qaratilgan. 1, 2, 3, 4. Dastlabki holatga qaytamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. 1, 2, 3, 4. Nafas chiqaramiz. Dastlabki holat. Nafas olamiz. Qo'llar yuqorida. 1, 2, 3, 4. Nafas chiqaramiz. Dastlabki holatga qaytamiz. Yana bir marta nafas olamiz. 1, 2, 3, 4. Nafas chiqarib, dastlabki holatga qaytamiz. Uchinchi mashqimiz dastlabki holat, yotgan holatda qo'llar yonda, nafas olamiz. Oyog'imizni bukib, o'zimizga tortganda nafas chiqaramiz. Dastlabki holatga qaytganda nafas olamiz. Boshqa oyog'imizni ham shu holatda o'zimizga tortib, nafas chiqaramiz. Dastlabki holatga qaytamiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Oyog'imizni bukkan holatda nafas chiqaramiz. Dastlabki holatga qaytib, nafas olamiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas oldik. Nafas chiqaramiz. Dastlabki holatga qaytamiz. Nafas olamiz. Boshqa oyog'imiz tortgan holatda nafas chiqaramiz. Oxirgisi nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Dastlabki holatga qaytamiz. To'rtinchi mashqimiz dastlabki holat, yotgan holatda qo'llar yonda, oyog'imizni 30 gradusga ko'tarib, barmoqlarimizni o'zimizga qaratib, nafasimizni 4 soniya ushlab turamiz. Dastlabki holatga qaytganda nafas chiqaramiz. Bu mashqimizni boshqa oyog'imizda ham bajaramiz. Nafas olamiz. Barmoqlar o'zimizga qaratilgan. Nafas chiqaramiz. Nafas oldik. 1, 2, 3, 4. Nafas chiqardik. Nafas olamiz. Barmoqlarni o'zimizga tortgan holatda 1, 2, 3, 4. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. 1, 2, 3, 4. Dastlabki holatga qaytib, nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Barmoqlar o'zimizga qaratilgan. 3, 4. Nafas chiqaramiz.
nafas olamiz. 1, 2, 3, 4. Dastlabki holatga qaytib, nafas chiqaramiz. 5-mashq yotgan holatda qo'llar yonda. Qo'llarni yuqoriga ko'tarib, orqaga tortamiz, nafas olamiz. Chap oyog'imizni bukib o'zimizga tortib, o'ng qo'limizni oyog'imizga tegizib, nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. O'ng oyog'imizga chap qo'limizni tegizib, nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas oldik. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas oldik. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Dastlabki holatga qaytib, mashqni tugatamiz. Mashqlarni o'zingizning holatingizga qarab og'riqsiz bajarishingiz kerak. 6-mashq dastlabki holat qorin bilan yotgan holatda qo'llar bukilgan. Nafas olganda oyog'imizni biroz yuqoriga ko'tarib 4 soniya nafasimizni ushlaymiz. Dastlabki holatga qaytganda nafas chiqaramiz. Boshqa oyog'imizni ko'taramiz, nafas olamiz. 2, 3, 4. Dastlabki holatga qaytamiz, nafas chiqaramiz. Nafas oldik. 1, 2, 3, 4. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. 1, 2, 3, 4. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. 1, 2, 3, 4. Dastlabki holatga qaytib, nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. 1, 2, 3, 4. Nafas chiqarib, dastlabki holatga qaytamiz. Yana ko'taramiz oyog'imizni. 1, 2, 3, 4. Nafas chiqardik. Nafas olamiz. 1, 2, 3, 4. Dastlabki holatga qaytib, nafas chiqaramiz. Mashqlar har kuni ertalab 10-15 marta bajariladi. Bu mashqlarimiz albatta yengil nafas olishingizga yordam beradi. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.